Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan inson miyasining qanday ishlashi haqida gaplashamiz. Biror ishni boshlab, uni yarim yo'lda tashlab ketadigan insonlar albatta o'zlarining miyalarini qanday ishlashini bilishmaydi. Albatta inson miyasi uchun qiyin degan narsa yo'q. Uning uchun tanish va notanish narsa bor. Inson miyasida notanish, yangi narsalarga javob beruvchi neyronlar albatta nozik va ingichka bo'ladi. Inson birorta ishni boshlayapti, yo hunar o'rganyapti, yo til o'rganyapti, yo birorta yangi ish boshladi, albatta sizda bu o'xshamayapti. Bo'lmayapti, menga mas ekan deb hech qachon tashlab ketmang. Uni muntazamlikda, tizimlilikda, doimiylikda shug'ullanishda davom eting. Chunki inson miyasidagi neyronlarni har doim bu ishlar bilan shug'ullangandan keyin usti miyelin qobig'i bilan qoplana boshlaydi. Miyelin qobig'i neyronlar ustini qoplab turuvchi izolyatsiya qobig'i hisoblanadi. Har bitta qaysi bir neyronda bu qobiq qalin bo'lsa, undan o'tuvchi sinapslardan o'tuvchi impulslar, signallar albatta tez o'tadi. Shuning uchun hech qachon bitta ishni oxirigacha tashlab ketmang. Har doim muntazamlikda, tizimlikda shug'ullanishga davom eting. Sizlarga foydali kontentlarni ulashda davom etamiz. Bizning sahifamizga obuna bo'ling.